Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas emish. Bu fikr bizniki emas. Bizlarga qadar aytilgan dono hikmat bu. Bugun anglagandaymiz uni mohiyatini. Dunyo bo'ylab tarqaldik. Bugun dunyoni qaysi bir taraqqiy etgan yurtiga bormaylik, o'zbekistonliklar borda. Rizq izlagan, nasiba qidirgan, lekin yurtdan uzoqqa ketgandagina yurt qadri, ona mehri, farzand sog'inchi, dilni o'rtaydigan eng nozik tuyg'ularni anglar ekan odam. Ba'zan musofirlar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali gaplashib qolamanda, dardini aytishadi. Sog'inchlarini tinglab, ulardan ko'ra o'zimni ko'zimga yosh keladi. Aslida musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas emish deganlariga qo'shimcha qilib, azobni sog'inch deb chiroyli qilib nomlagan bo'lsa kerak deb o'ylab qolaman. Chunki uyingga, tuprog'ingga, ota-onang, qadriyatlaringga, to'y yig'inlaringga sog'inch beradigan azobni hech narsa to'ldira olmas ekan. Musofirni topgani halol. Ayniqsa musofir opa-singillarimiz haqida o'ylabroq gapiraylik. Bir ayol yurtimizga qaytishiga kun sanab yashayotganini, farzandlarini sog'inib qalbi tilka pora ekanligi haqida gapirganda negadir savol bergim keldi. Nega ketdingiz deb so'radim. Turmush o'rtog'i vafot etganini, ota uyida aka-ukalariga boqimanda bo'lib qanday o'tiraman deb yuzi chidamasdan chet elga ishga ketibdi. Qaytib kelib uy olaman deb. Yurtboshimiz tarafidan hozir yolg'iz ayollarga imtiyozlar yaratilayotganligi haqida aytib o'tdim. Qayting dedim. To'g'ri, guruch kurmaksiz